Assalomu alaykum Zafarbek Avto obunachilari. Hammalarni shu kelgan Mavlud Sharif oyi bilan muborakbod etamiz hamda payg'ambarimizga atab yozilgan bu turkiy Mavlud Sharifdan ozgina hikoya qilib sizlarga tushuntirmoqchiman. Qo'limizdan kelganicha xato kamchiliklarimiz bo'lsa Alloh o'zi kechirsin. 14 kunlik paketimizni Xudo xolasa Madina Munavvarada 3 kuni, 11 kunimiz Makka mukarramada o'tkazamiz. Xudo xolasa sizlarga hozir Nabiy alayhisalomning haqida ozgina hikoya o'qib turib, keyin davom ettiramiz. Narxlarini hamda qanaqa ziyoratlarimiz bor, hamma narsalarni tushuntiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad kim Rasulullah'dır. Sarvari cümlege davu şahdır. Andali bi gülşani lavlaki ol. Kurbi daryasi de durru pak ol. Mazhari barcha haloyiq nurdur. Mabdai cümle haloyiq nurdur. Mahrami hilvet saroyi toyuha. Bar yabi bargahi kibriya. Anbiyalar sarvari mahbubi hak. Avliyalar rahbari marg'ubi haq. Shohbozi qudsi qurbat oshiyon. Bulbuli gulzor bog'ila makon. Ikki olamni charog'i zotidir. Zoti avsofi Xudo oyatidir. Ulki haq o'z sifatin aylasa, oyatida madhzotin aylasa. Kimga haddur an yaki maddohdir. Kufli madhiga tili muftohdir. Dinidan mansubuldi barcha din. O'zi keldi rahmatin lil alamin. Bu jahonda mehriboni muslimin. Ro'z mahsharda shafiul muznibin. Rutbai kim haq nasib etmiş anga. Ko'rmamışdır hech qaysi anbiya. Ummatidir barcha din hayrul umam. Xoh ul ahli arab xohi ajam. Rahmatli haq o'ziga ham oliga. Bod nozil jumlayi ashabuga. Istasangiz bo'lasiz o'ttin najot. Ishq ila dard ila ayting as-salat. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khayri khalqillah. Sadaqallohul azim. Aziz birodarlar, bu aziz kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bizlarga mana Alloh shu kunlarga yetkazib turibdi. Bu oylarda ko'proq Mavlud shariflarni o'qish kerak hamda o'qitish kerak uylarda, xonadonlarda, hamda sadaqotlar, ehsonlarni ko'paytirish kerak. Qurib yetganlar Allohning uyiga borib baytini tavof qilish kerak. Payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilib o'sha joylarda Mavlud sharif o'qisak, bundan da ziyoda bo'ladi. Hammalardan 14 kunlik paket taklif qilamiz. Xudo xolasa Mavlud sharifni bizlar bilan birga o'qiymiz deb niyat qilayotganlar bo'lsa, 26-kuni sanada Xudo xolasa safarga chiqib ketamiz. Nabaviy masjidida Mavlud sharif o'qiymiz inshaalloh. Hamda ravzalarga kirib ziyoratlar qilamiz.
ham ibodatlarni qilamiz. Bundan tashqari Allohning baytini tavof qilamiz. Hamma amallarni qilib kelish bilan bormoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga tezda murojaat qiling. Oz qoldi, Alloh nasib qilsa, keyingi jumani albatta Madina Munavvarada o'qiymiz.